Hello YouTube ahli, sizlar bilan men Shohi Gamer va biz bugungi videomizda hech qanaqa survival bo'lmaydi. Men o'zim yaxshi ko'rgan modlarni sizlarga ko'rsatib o'taman. Va bu modlar men Telegram kanalimda albatta uchraydi. Telegram kanali Shohi Gamer. Kirib obuna bo'ling, modlarni yuklang. Qani endi boshlaymiz. Birinchi mod Morph Guentle. Ya'ni ko'p odamlarga 1.21 versiyasi kelmagan. Ammo menga kelgan. WhatsApp? Bu qanday jinnilik? What? Mana qanday chiqdi bu? Morph Guentle 1.21 versiya ko'p odamlarga kelmagan. Shuning uchun men qidirib, izlanib 3 yildan beri qidirdim. 5-6 yildan beri qidirdim bu modda va topdim. 1.21 versiyaga WhatsApp Morph Guentle mana 1.21 versiyaga to'g'ri keladi. Telefonga mana sekinlashib bitta bosib tursak mana Human, Go, Parrot, Village, Salmon, Ship. Hozir biz Parrotga aylanamiz va uchamiz va piu va mana panda unklon. Ikkinchi mod esa odamga aylanay. Yaxshi. Ikkinchi mod mana struktura. Men yoqtirgan modim. Har xil strukturalar chiqadi bu dunyoda. WhatsApp seni qo'rqitib tushirishim kerak. Ammo har doim ehtiyot bo'linglar. Kirganlaringda skelet birinchi qavatda sizlarni kutib oladi. Va buni ba'zida eng tepasida zo'r narsalar chiqib qolishi mumkin. Masalan, uni Spoongless, mana Failing masalan. Mana kayf demashi. Bir aroq ichaylik. Kayf bor-u. Tichasizlar osmonlarda uchib yuraverasizlar. Albatta ikkinchi modga o'tamiz. Morph Guentle'ni tekshirdik. Morph eng yoqqani shu. Keyingi modga o'tamiz. Mana keyingi modimizga ham o'tib oldik. Keyingi mod bu mod Supercars. Mana qarilar bu qanday mashina. Mana mashincha. Mana ranglarga almashtirsa bo'ladi. Qarab turinglar. Mana Paint Car. Bo'lsam chatkimi? Ammo men qora rangni sevaman. Shuning uchun ana. Bu agarda men bunga o'tirasizlar, o'tirganlaringda raid kash. Agarda o'sa xo'rinni bossalaring qaranglar. Ozon ketar edi. Motor ishlaydi. Mana bunaqalari ham dahshat. Mashina tepadan pastga tushadi. Xo'rinda bossalaring bunday bo'ladi mana. Qaranglar. Mana. Signal chaladi. Suvga tashlaymiz. Yaxshi. Keyingi mashina Venom, Porsche Venom. Buni bilmayman.
Ammo bu modda ham menga ukam tanishtirgan. Bu ham dahshat. Yana agarda tun qilib ko'raylik-da, qaranglar. Mana buni yana bir yaxshi. Fanarlar yonadi. Fanar. Bulamay o'l. Serial olganingizda kerak bo'ladi. Eng ayniqsa shu. Endi Tesla Supertruck. Afsuski bularning bir tomoni ham ularda sandiq yo'q. Sariq narsa nima bu? Fanari shetdiga. Ayni tuzatib qo'yish kerak. Wow. Planshet ham bor. Ovozmi olmaydi? Animatsiyalari chotkiyda buni. Keyingi mashina. Tesla Roadster. What the heck? Audio. Buni belgisi bor. Belgisi menimcha arkada bo'lardi. Yo. Ma bu. Dahshat. Ma bu. Alfa 5 Veloco. WhatsApp. Negerligingni bilardim o'zi. Va Ferrari. Nima deb? Play. Ferrari. Endi keyingi mashinalar. Buning kitobchasi ham bo'ladi mana. Qanday yasalishi. Ko'ryapsizlar? Mana bu Porsche Nova Black. Porsche vashim yo'qmaydi. Tushunasizlarmi? Yo'qmaydi. Bu modda yuklaganlaringda sizlarga ham yo'qmasin. Hozir qayta video chiqarmayman. Lamba. Cho'chkich. What the hell? Yaxshi kuydiradi. Ferrari. Endi bu Ferrari'da boshqacha. Mana. Keyingi modga o'tamiz. Keyingi modimiz qurollar, sovuq qurollar. Server o'tvordi-yu, o'yin o'tvordi-yu, ker. Sovuq qurollar modi. Bu mod sizlarga albatta kerak bo'ladi. Bu modda tursalar umuman susamaysizlar. Mana. Ovozini tashladi, qulog'ini tishdi. Mana chiq. Mod, sen sut bermading, demak o'lasan. Qanariga ana bu blok ortidan ham ta'sir qiladi. Bu mana chainsaw aralaydi. Mana bu qurol. Bu teleskopli. Cho'chqa ko'rdimmi hozir? Yo, tovuq ko'ribman. Mana o'ldi. Bu Glock. Yurganlaringda ham dahshat ko'rina. Past qaranglar. Hozir. Tayda chiqib turibdi invertorda yonida. Yana mana shotgan. Savan. Qo'y o'limga loyiq. O'ldi. Endi RPG. Menga yo'q edilardan biri. Mana shu biyomni yomon ko'raman. Savannani yomon ko'raman. Mana shunaqa biyomni yomon ko'raman.
Oqma bu, oqma. Ha, oq ekan. Mana hayır toshbaqa. Portlashni qaranglar. Qurbaqaga ashiydan ta'sir qiladi. Toshbaqaga. Dar bo'lish. Yana qatat. Porchaga o'taman. Ko'rasizmi animatsiyani? Bu ot. Matmasi. Mana animatsiya dahshat debindi. Mana bu ana animatsiyani qaranglar. Mana shotgun bu ham. Bu WhatsApp. Men senga o'taman demadim. Ana. Baq. Puk. Mana Scar. Scar ham dahshat. Ammo buni ammo rapagada otsa bo'ladi. Rapagada. Bu juda ham buni urushda yoki filmlarda ishlatsalar mumkin. Bechora tovuq qiynalib ketdi ana. Mana bu shotganda ko'rsatdimmi? Mana ko'rsatdim. Scarma 203. Tomorsin. Dar qilib ota. Shotgan hozir. Mana shotgan mana. Mana shotgan hozir 1 minut. Obunachilarim unda sabr bor deb o'ylayman. Va mana miniga shotgan deb qo'yaman mana. Shotgan emas miniga. Qasam mana. Minigan. Men o'taman. Bularda serial o'yinlaringda jang bo'ladi-yu, ayniqsa Reker. Reker ham ko'p zombi film o'yin. O'shanda kerak bo'ladi. Bo'pti, yana qanday mod qoldi? Yo'q, hamma mod tugadimi? Yana bitta mod. Samolyotlar modi. Kayf. To'xtanglar, yorug' bordi. Mana helikopter fly cho'rasizlar bilganlarincha javob ishlaydi. Faqatgina kerakli narsalarni yoqib qo'ysalaring bo'ldi. Telegram kanalimga jo'natib yuboraman. Boshqa mod bitta mod, eng oxirgi mod. Mana bu kerak unga. Ana. Portlamaysa. Albatta. Hozir bir joyda g'or bormikan a? Bu sizlarga aytib qo'yaman. Mana qilsa bo'ladi-ya. Mana emerald. Mana temir. Namiz va tun qilib olamiz. Buni piu qilamiz. Qaranglar, qarab turing. Mana, xullas men aytib bor ekan mana. Rudalar yonadi. Mana ishonmaysizmi mana? Bu diamond emas. Mana bu diamond yonadi. Qo'limizda yaltirab turadi. Bu diamond yonmaydi mana. Qaranglar. Mana diamond, tabiiy diamond yonadi. Bu tabiiy emas-da, toshligi. Va bunda konga tushganlaringda fanar kerak bo'lmaydi. Har qanday ruda yonadi. Har qanday. Mana aytda ko'mir bor ekan, ko'mir yonadi. Mana shu yonadi. Diamond. Va iron emerald. Sizlar bilan men Shoh Gamer bo'ldim va keyingi videolarda ko'rishguncha